Все бои очень конкурентные, у каждого есть шанс выиграть, и в итоге побеждает тот, кто покажет настоящую волю к победе и дух. Также прошу не расстраиваться тех, кто проиграл, это только начало. Поздравляю всех, кто уже выступил. Дальше желаю, чтобы были самые яркие победы здесь, искры, чтобы все фанаты получили самые нужные эмоции. Спасибо всем. Шара будет с вами. Qisqacha tarjima qiladigan bo'lsak, u mana shu arenada, mana shu muxlislar orasida jang qilishni xohlab qolganini aytdi va muxlislarni qo'llab-quvvatlash unga yoqishini aytdi. Mana bu yerdagi o'zbek xalqini, madaniyati va jangchilarni qo'llab-quvvatlashi unga yoqib qolganini ta'kidlab o'tdi. Ha, kecha matbuot anjumanida Nursulton Ro'ziboyev bilan grappling bahsi amalga oshishi mumkinligi haqida gapirib o'tildi. Ehtimol, katta ehtimol bilan balkim bu bahsni ham ko'rarmiz. Albatta, Sharobiddin Magomedov o'zining o'sha iliq fikrlarini bildirib o'tdi, do'stlar.